Biz O'zbekistonda emas, Qozog'istonda emas, Turkiyada emas, biz Qirg'izistonda. Hozir biz yangi sortlar bo'yicha obxodga chiqdik. Hozir iminna 3-4 ta shaharga borib ko'ra turganmiz. Bu iminna Jantret sorti. Jantret sorti egilgan bog' ana ko'rsatgan. Mana Jantret sorti mana ko'p joylarda maqtay, mana men sizlarga ko'rsatib o'zi pishdi boshladi qarag'lar. Mana shu Jantret. Mana ikkitali bo'lishku, bu yoq to'g'ri istiqroq jeri, ikkitaliklari o'ta ko'p. Mana bu ikkitali degani bu brak degan so'zda, mana maytga o'tganda maytda ko'rinadi. Mana ikkitaliklari o'ta ko'p. O'sishi ham KGBga вообще to'g'ri kelyapti. Mana KGB formirovkaga mana. Qaranglar. Pashti bahor menen birga pishat ekan. Pashti 99% brak. 99% brak. Mana boshqasini ham ko'raylik. Bitta daraxt ko'rsatyapti devagilar. Mana. Qaranglar. Mana ikkitalilar. Mana bunday ikkitalilar butun. Mana oling, mana brekda joyini. Bunday bo'g'ondor ham brak mana. Bunday bo'lib qurg'ab qolganlar ham brak. O'shaning uchun bilmayman, Jantret sorti menga lichno yoqmadi. Formirovkasi ham yoqmadi, ammo qattiqligi yaxshi. Qattiqligi yaxshi, pladonoshkasi yaxshi-yu. Bahor bilan birga pishat ekan. Yaxshi o'ti qaranglar, dvoynoylar ko'p. Yoqmadi qarochi. O'shan sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga ilgili cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Kommentariyaga yozinglar, kimda Jantret sorti egilgan, bundan yaxshi, balkim boshqa joyda yaxshi bo'lyapti. Balkim bu yerda klimat turi kelyapti. O'shaga yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Like'dan bosasiz, podpiskani unutib qo'yinglar.